Assalomu alaykum. Anglayatqaninglar Türmə xatirləri Məhbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Yava Kaptar. Köktağ qamoqxonasida kundalik faoliyat tartib jihatdan Tangirtog' va Liudavan qamoqxonalari bilan ko'p farqlanmaydi ekan. Yana shu atiganda Beijing vaqti 6 bilan qo'pish, Urumchi vaqti sahar soat 4. Ondan 2 minut ichida yotqan yig'ish, tozalik qilish, Kompartiyaning sha'niga madiha sadosini yangiratgandan keyin nashta qilish, bularning hammasi o'xshash bo'lgani bilan Ko'ktog'da gundupaylar har kuni kamera tekshirmagini, havolanma va kamera derazasi kuniga 20 soat taqoq turgani uchun pokizlikdan ig'iz ochqili bo'lmaydi ekan. Tangirtog' va Liudavan qamoqxonalarida atigan soat 10 da o'ynaydigan gimnastika bor edi. Bu yerda undaq bir narsa yo'q. Burunqi qamoqxonalarda kunda birər 2 vaqt beriladigan qaynoq suvmi Ko'ktog'ga kelganda imkonsizlashibdi. Tangirtog' va Liudavan qamoqxonalarida ba'zi kunlari ancha-muncha Shinjang gazeti kirib qoladi. Uning boshqa sahifalari quruq tashviqot bo'lsa-mu, adabiyot betida birər parcha she'r uchrab, odamning chanqigan yeriga boradi. Ko'ktog'da mahbuslarga tashviqot, dars uchun bo'lsa-mu, gazet tarqatilmaydi ekan. Burun tashviqot darslaridan zerikkan ekanman. Amdi bu qamoqxonada quruqdan quruq har kuni 8 soatdan 12 soatgacha o'ltirishga majburlanganda shu tashviqotnimi sig'inib qoldim. Kamerada quloqqa anglanib turadigan birər ovozning bo'lmasligi odamning esiga surgudek xiyolnimi solmay haqiqatanmi bearam qiladigan. Shu kuni qoida bo'yicha tushdan keyin soat 4:30 bo'lganda ondan aram ilishga ijozat berildi. Soatlab diqqatda tik o'ltirib, bellari talgan, putlari qo'lashgan mahbuslar o'zlarini o'ltirgan yeriga tashlayotishdi. Uyg'ur mahbuslar pagahda uyan buyan qarashib, yo Xitoy va Tunganlardek erkin ozoda vichirlasholmay, yo faqat gaplashmay texi turolmay, yo'shirincha bir-biriga qarab, turlik ima ishoratlarni qilishadi. Qarasam kamerada Uyg'urcha gapni kamera boshlig'i G'ini boshlagan chog'dala xotirjam qilg'ili bo'ladigandek qiladi. G'ini ko'pincha Xitoycha gap qiladigan tunganlar bilan osonroq til tepishadi. Men bo'lsam kameradagi buruqtirma kayfiyatdan o'zimni qochirib, bir bulungda qo'rsoq qatlamoqda edim. Birdam harakat qilgandan keyin pagahda oldi kaynimga mondim. Ko'zlarimning ojizlashib ketayotgani bilinmoqda edi. Oq tom va kulrang eshik derazalardan boshqani ko'rishga qodir bo'lolmayotgan ko'zimning ojizlab ketishi aniq edi. Ko'zimning davomli qardan chiqmasligi uchun havolanma tarafdagi doim taqoq turadigan eshikning yingna patqudek yo'chiqlaridan osmonga qarashga tirishdim. Tuyuqsiz quloqimga bir narsaning ritmli g'ungshig'an ovozi anglandi. Diqqat qilsam, g'ung qapoqning ovozidek qiladi. Quloqimga ishonmay toza zan qo'ysam, rostilla ritmli g'ungshig'an g'ung qapoqning ovozi kelibdi. Bu ovoz menga bakmo tonish edi. Kichikimda mahalladagi kaptarvozlar kaptarlarning quyruqiga bovoqning mushtumidek kichik nasval qapoqlarini esib qo'ydiganligini ko'rgan edim. Bu qapoqlarni biz g'ung qapoq deb ataydiq. G'ung qapoq esilgan kaptarlar uchqanda ritmli g'ungildigan ovoz chiqadi. Voy kaptar deb tashladim o'zimni tutolmay. Bu mening tutilgandan biri tunji qitim erkin dunyoda bepoyon ko'kda uchayotgan bir jonliqning chiqargan ovozini anglashim edi. Qamoqdagi kunlarda menga itlarning havashigan, chivinlarning vijildigan, pashilarning gingshigan ovozimi ajoyib sig'inishliq tuyulib ketayotgan edi. Qamoqda turayotgan kunlarda hech bo'lmaganda bir qo'yning ma'rishi, birər mashinaning signalini anglay olgan bo'lsam, turmushning texicha to'xtab qolmaganligiga, meningmi mushu dunyodagi havodan nafaslanib, hayot yashayotganligimga o'zimni ishondirgan bo'latdim. Beshimni sangayang qilib, ko'zlarimni eshikning yo'chiqiga to'g'rilab, teximi chaplashib ketdim. Qarasam osmonning aran ko'rindigan chapandek bir partisida
Quyruqiga qo'ngqapoq eslagan kaptarlar uchib ketibdi. Bayatın biri g'ung 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 qilgan ovozlar rostilla shu kaptarlarning quyruqiga eslagan qo'ngqapoqdan chiqqan ovozlar edi. Ammo kamerdagi cho'qan suranda aran anglanatdi. Erkin dunyodan kelayotgan yiqimliq ovozni anglayolmagancha yolg'izlikning qadri o'tilib ketyotdi. Burunqi qamoqxonalardimi pat-pat yolg'iz qilishni, havolanmada osmonga unsiz qarab turib, man anglayalaydigan tevishlardan, man ko'ralaydigan ranglardan, man his qilalaydigan puroqlardan huzurlanishni xohlab qolatdim. Ammo qamoqda unchalik aromchilik nisb bo'lmaydi. Shu osmon erkalarining manga erkinlikning helimu mavjudligini his qildirgan kaptarlarning uchishlarini shuncha haplashibmi bir minutdan ortiq ko'rolmadim. Birlari egiz, birlari past uchgan bir to'p kaptar qapoqlarini g'ung'ishtirgan peti ko'zimdan g'oyib bo'ldi. G'ung'ildigan ovozmi borgancha yiroqlab yo'qolib ketdi. Kaptarsiz osmon ko'zimga qo'g'ishindek nursiz, yunda chechivatgandek xunuk ko'rindi. Shundimi osmonning man ko'ralaydigan shu partisiga ko'zimni uzmay qarab turdim. Manga kaptarlar yana qaytib keladigandek, yana avval g'ung'ildigan ovozlar anglanib, ondan ularning osmonda mollaq etishlari ko'rindigandek tuyulib saqladim. Shu qarg'ancha bo'yinlarim og'rib, eshikning keshigini qamallab turgan qo'llarim tiyilib tutolmaguncha turdim. Oxiri kaptarlarni ko'rolmaslikka tan berib, quloqlarimga erkin dunyoning tevishlarini anglatgan shu elchilardan erkinlikka salom yo'lladim. Men bugun anglagan bu g'ung'uldashlarni, erkinlikdan yangragan bu ovozni yana qachon anglayman, bilmaydim. Manga bargancha qistab kelayotgan xiyollarimni bargancha qamal qilib, nazarlarimni bara qashalayotgan shu qabih to'rt tomning sirtidan qachon bir xabar anglayman, bilmaydim. Cho'qim bir xabar, bir uchur, hech bo'lmaganda bir bishorat kelishi kerak edi. Osmonning men ko'ralaydigan ashu partisiga yana qarab boqqum keladi. Balkim g'ung'ildigan ovozni bir kuni qayta anglarman. Ammo ko'zim mushundaq ojizlab mangsa, ularni qayta ko'rolmaslikim mumkin edi. Kaptarni ko'rib, esimga Nurmuhammad Yasin O'rkishining Yova kaptar degan hikoyasi keldi. Hikoyada bir yova kaptarning tamsillik kechmishi bayon qilingan edi. Bir yova kaptar donga aldanib, qopqonga tushib qoladi va qafasga solinadi. U qafasda qo'lga ko'ndirilgan uy kaptarlari bilan yashaydi. Ammo qafas hayotiga faqat ko'nalmaydi. Donga aldangan bolasini izlab topgan ona kaptar uning qulluqqa ko'nib qolishini xohlamay, tilini tishlab uzuvlatdi. Hikoya mushunchilikla edi. Nurmuhammad mushu bir hikoyasi uchun 10 yillik kesilib ketgan edi. Shu kuni men o'zimni shu hikoyadagi donlig'ili chiqib qopqonga aldangan yova kaptarga o'xshatib qolgan edim. Ammo meni aldigan bir don yo'q edi. Men aldanmagan, oldimni to'sgan yo'lsizlikqa qonunni qo'ral qilib mingib baqay degan edim. Men sinab baqmay, yetib qolgandan bir etib qalay degan edim. Urinib baqmay, bilgili bo'lmaydigan, tajribaxonada sinig'ili bo'lmaydigan, formalar bilan keltirib chiqarg'ili bo'lmaydigan ona tilni qo'g'dashni bir boshqa ilib chiqib baqay degan edim. Bu johilona g'ayratimga opirin aytgan, barakalla o'qiganlarmi chiqdi. Biz bir karvon bo'lgan edik. Men tutilib ketishdan qo'rqatdim. Mangmu jon tatliq edi. Menmu tayoqdan qo'rqadigan, azobdan qochadigan, azardan vaysaydigan, rohatga ram, alovatga maftun bo'ladigan, qusurliq bir oddiy inson edim. Bekordan qaramliq qiladiganға menda zaposlab olgan ming jon yo'q edi. Mening jinimmu bir o'zimga, tinimga aranla yetadigan, kalampay jismimni ming ta'sda yo'laydigan issiq jon edi. Men yova kaptardek qismoqdagi donga aldanmagan bo'lsammu, qafasga bilmay kirib qolgan bo'lmasammu, kamerda men bir yova kaptar, yolg'iz tavakkulchi edim. Qamoqdagi Xitoy va Tungan mahbuslar heroin kashlik va parxo'rlik bilan tutilganlar bilan
hech qandaq o'rtaq nuqtam yo'q edi. Ular o'ynaydigan kompyuter o'yinlarini bilmaydiganman. Ular ko'radigan kinolarni men ko'rmaydiganman. Ular amroq kechilik klublarning ismlarimi menga notanish ekan. Oramizdagi o'rtoqlik qamalg'uchi. Ammo ular mening nima uchun qamalganligimni tushunmaydi. Diloyumni har qancha ayblashnoma bo'yicha yodlab bersammi, ular mendan bir ayb topolmaydi. Men uy kaptarlariga o'xshatadigan bulangchi, yanchuqchi, atkaschi, qo'ymichi, xroyinchilar bir-birini tonishatdi. Hayotida faqat tunishmagan taqdirdimi o'xshash kasb, o'xshash havas va yaqin sohaning kishilari bo'lg'achqa osonla bir-biri bilan til sepishib ketalaydi. Ular qamoqdimi to'r hosil qilishgan edi. Bular mahbuslarning eng talayligi edi. Chunki ular ancha-muncha o'ylaridan kirgizilgan meva-chevalarga ig'iz tegatdi. Aram kunlari yangidan avatilgan kiyimlarni kiyishatdi. Qo'shni kamerlar bilan par yoki suv trubalarini chekib chaqirg'ulishatdi. Ularning o'z ichida chaqirilg'uchining kimligi, nima deyishganligi o'zlariga ayon. Qimorvozmi, o'g'rimi, xiroin-kashmi, hammasi buni tushunadi, qilolaydi. Ammo men qamlashtirolmayman, qilg'immi kelmaydi. Men uy kaptarlarining tilini bilaman. Balki ularning tilidagi ular bilmaydigan so'zlarni bilishim mumkin. Ammo men ular mastona bo'lgan o'yinlarni bilmaydiganman. Ularni voy degizayotgan chekimliklarni chekmaydiganman. O'zimni Urumchilik davolgan bilan Urumchida ular boradigan qavoqxona, qimorxona, chekimxonalarga bormaydiganman. Shunga ular bilan qilishqidek paranglarim yo'q. Uning ustiga ular meni kamerda yoshirin o'ynayotgan qimor, chekayotgan tamaka, qilishayotgan jinoiy planlarga qarshi odam deb biladi. Men hech bir qarshilik bildirmasammi, ko'zlarimdan sizib qoladi. Men shu qadar yavoyiki, ko'rinishda bo'lsimi, Toyir kamdak o'g'ri, bulangchi, xiyonatchi, xiroyinchi, bosqinchilar bilan murassa qilolmayman. Ular bilan bir amal qilib moslashib o'tay, bir kunim bo'lsimi tinch o'tsin desammi, qamlashtirib bo'lolmayman. Har qancha tirishsammi, baayni yova kaptardek ularning hech bir qilmishiga sherik bo'lishib berolmayman. Ularning gundupaylar oldidagi yolg'onchiligiga, oldimdagi behayoligiga ajablanib, chiroyim purishib ketadi. Hech ish bo'lmagandek qarab turolmayman. Kamerdagi bir-birining jon yerini silab bo'ldirishlarga, bir-birining quchqida o'ltirishib, selishishlarga o'chtikim kelib, o'zimni texmo yavoyilashib, asabiylashib ketayotgandek his qilaman. Xiyolchanligim meni xitoycha so'zlaydigan kamerdoshlarga texmo yavoyi qilib ko'rsatdi. Kichikimdan xiyol surishni yaxshi ko'ratdim. Ko'nglimda kitob yozayotgan bo'lg'achqa, kamerda xiyolim texmo cho'nqurlab, murakkablashib, beyib boratdi. Qamoqda tinch o'ltirib, xiyol surishlarimmi ularning savol so'roqlaridan xoli bo'lolmaydi. Qamoq o'zingga tava tabiatingni jo'ditib, puchak itoatchanlikni, kollektivchanlikni bo'daydigan yer edi. Qamoqxona mendek yavoyining samimiyligi va qat'iyligini o'ltirib, ommaviy makkorlikqa, murassachilikka, jur'atsizlikka o'gitiladigan yer. Qamoq qaramliqni quritib, qo'rqinchoqlikni ommaviylashtiradigan yer. Chunki bu yerda ommaga bo'ysunsang tavoq bor, bo'ysunmasang tayoq. Bu yerda saxta putunlik bor, chin ayrimilik yo'q, kollektiv yolg'onchilik bor. Yakka rostchillik yo'q. Bu yerda Kompartiyani kunda 3 vaqt tamoqdan burun yolg'on maqtash bor. Gundupay jurnalchilik to'nlikni taqab, sap havodan butunlay ayirib atsimi, bir kecha uxlamaslikqa buyruq bersimi, aytiladigan tashakkur bor. Koridordan qarmay o'tib ketayotgan Gundupayga qator tizilib yolg'on salom qilish bor. Haftada bir yalang'ochlab tekshirishga, yolg'on moslashish va hashqalla aytish bor. Bundaq o'pcha aldamchilikda tanqidchan shaxs bo'lish imkonsiz. Bu davlatning tuzumi qandoq virusliq bo'lsa, turmisimi shundoq kasal. Qamoqxonada hatto biz choy ichadigan ko'rishga, yuz surtadigan lo'nga,
qacha, qo'shuq, tish pastasi, sopun, dos, cho'tka, hatto kir yuydigan soponlargacha hammasi o'xshash rangda, o'xshash cho'nglikda. Aslidilla kiyginimiz, yeginimiz, ichkinimiz o'xshash. Hatto yotqanlarni qatlashlarimiz, uxlash, o'ltirish, turish, qiyofatlarimizmi o'xshash bo'lishi talab qilingan. Mushundoq birdeklikka zo'rlashlar ichida mandek o'rtaqlikdan bakrak o'zgachilikni yoqtiradigan, o'xshashlikdan bakrak farqliq nuqtalarga ahamiyat beradigan, umumiylikdan ko'ra xoslikqa ko'ngil bo'ladigan odamning mavjudligi xavfga uchramay qolmaydi. Man qamoqxonada allaqachon ko'nib bo'lgan uy kaptarlari ichiga kirib qolgan, ammo yovaliqni tashlamagan iliqmas, qovushmas, qo'shilmas, qabul qilmas kayfiyatdagi bir yo'chun odam edim. Bu yo'chun kayfiyatim sababli sarangliqda ayblanatdim. Bu hol kamerada meni texmu chatga qiqilishga, yaklashga, hatto fursat chiqsa qaslashga ilib boradi. Yava kaptardek ko'nmas xuyum kamerada beshimga balo topgan bilan bundaq johilliqim, isyonkor, murassasizlikim asqitibmi qoldi. So'roqda uning foydasini ko'rdim. So'roqchilar meni mendek yava kaptarni so'roqlash jarayonida qo'lga o'gitolmay oxiri voz kechdi. Ularning so'roqlari uzargancha to'zoqqa tushmay, donga aldanmas, iltifotga ko'nmas, shafoatlarga o'zlashmas bo'lib, texmu yavoylashib ketdim. Oxiri ular meni siyosiy to'zoqqa dasishdan voz kechib, shirkatga, iqtisodga bog'lab kesim e'lon qildi.